bo'lgan uka, hamma narsa bo'lgan, qo'rquv bo'lgan, lekin kutmaydigan narsa bo'ldi. Choydan ochdi, nafasim ancha yaxshi bo'ldi. Burunni shaklidan Zo'r. mamnunsiz. Kutgan natijalaringizni oldingiz. Va mana ko'raman, atyoqlar ham kamaygan. Aziz do'stlar, yana bir yoqimli ishimizdagi yoqimli holatlardan yana biri bir necha oy oldin 3 oydan ochdi. 3 oydan oldingi bajarilgan operatsiyamiz, rinaseptoplastika operatsiyadan keyingi holat bo'yicha bemorimiz kelib, o'zlarini yaxshi kayfiyatda xursandchiliklarni ulashib o'tirishibdi. Endi videoga tushgilari kelmadi, shuning uchun yuzlarini ko'rsatmaymiz. Lekin mamnuniyatliklari bizga ham ta'sir qildi. Shuning uchun qanaqasiz? Kayfiyatlar yaxshimi? Nafas olishlar yaxshi. Ruxsat bersangiz, mana ko'pchilikni qiziqtiradigan savol. Operatsiyadan oldingi qo'rquvlar, operatsiya og'riqli o'tadimi? Bo'lgan uka, hamma narsa bo'lgan, qo'rquv bo'lgan, lekin kutmaydigan narsa bo'ldi. Choydan ochdi, nafasim ancha yaxshi bo'ldi. Burunni shaklidan Zo'r. mamnunsiz. Kutgan natijalaringizni oldingiz. Va mana ko'raman, atyoqlar ham kamaygan, burun holati chiroyli. Menimcha o'ylaymanki, shifokorlar uchun bu juda katta kayfiyat, baxt. Shuning uchun sizlarga ishonchingizga rahmat. Sizga ham kattakon rahmat. Salomat bo'ling. Ishingizga rivoj.